Assalomu alaykum Quyosh paneli obunachilari. Bugun biz navbatdagi Quyosh paneli obyektimizni ish jarayonlarini tugatyapmiz. Bugun 2025-yil 18-mart holatini Jizzaxda yuribmiz. Zomin tumanidamiz. Yana panellarimiz joylashuvlari o'zi gradusga qarab burilib borgan. 10 paneldan 180 gradusga aylangan panellarimiz. Hozir soatimiz 6 bo'layotir. Quyosh paneli o'tdi endi o'zi. Panellarimizni ishlatib ko'rdik. Soat 3'te panellarimiz 40 kilovat chiqardi. 3'te. Yine panellarimiz joylashuvlari. Xudo xolosa sifatli ustanovkalar qilib beramiz. Agar Jizzaxdagi obunachilarimiz aloqaga chiqsalar, bemalol chiroyli qilib ustanovkalarimizni qilib beramiz. Choparlarımız bu uylikler yok ekan bu yerda. Ama uy yok, bir 5-6 uy bor. Chegara zonasini yuribmiz, quduqimiz. Panellarimiz hozir bir 14 tane panel qistirib bersak, xudo xolasa ish jarayonlarimiz tugidi. İki taraflama panellarimiz yine görüşleriniz mümkün. Bir de aslında dehqonchilikları piyoz ekadi ekanlar, piyoz. Qizil piyoz ekadi ekanlar. İlohim şu hastalarını bereketli kılsın. İnverterimize geleden bo'lsak, inverterimiz Solax inverter koyup verdik. Solax inverterimiz 50 kW'lık kabelleri yine ustamız takıp oturttular. DC avtomatlar, monnazaçtalar, polni PVC kabeller bilan ishlatildi. Hozir kabellerimizni polni taklap chiroyli qilib beramiz. Quyoshimiz. Panellerimizi birintiне geleden olsak, panellerimiz Jinko panellerinden koyduk. 635 watt her bir panelimiz. Yine 1.15, uzinası 247 çıkar. Bunun 247, bunun uzinası, bunun 1.15 çıkar. Her bir riyatımızda 30 taneden panel koyuldu. 1, 2, buna 20 tane. Ya panellerimiz duruş. Kime shunchaki xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab katta ob'yemda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 30 kilovatdan katta ob'yem bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz olamiz.